Musulmon kishi o'zga musulmonlarga, balki umuman insoniyatga hech kimga zulm qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo hadis quddusida aytadiki, men zulmni o'zimga harom qildim va mahluqotlar bandalarim orasida ham bir-birlariga harom qildim deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, innahu la yuhibbuz zolimin. Albatta u zulm qilguvchilarni yoqtirmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Demak, zulm qiladigan insonlarni Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi. Zulm gunohi kabira. Zulm bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishdir. Zulm birovning molini nohaq yo'l bilan yemoqdir. Zulm birovning obro'yini to'kmoqdir. Zulm birovga tan jarohatini yetkazmoqdir. Zulmning turlari bugun juda ham ko'p. Mana shu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarini doim eslab yuraylik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga elchi qilib yuboradigan paytlarida u zotga qarab ta'kidladilar. Mazlumning duosidan saqlan. Chunki u bilan Allohning o'rtasida parda bo'lmaydi, to'siq bo'lmaydi degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam.